Assalomu alaykum. Mana bugun smart televizorda qanday qilib голосовой qidiruv tizimini ishga tushirishni o'rganamiz. Xo'sh, mana bu smart televizorlarning ba'zilarida bo'lmaydi, mana qarab turing. Gapiring deyapti, masalan. Anvar Sanayev eshitilmaydi. Bu uchun bizga mana bunaqa web kamera, kompyuterga ketadigan web kamera kerak bo'ladi. Mana USB naqasi bo'ladi ichida. Albatta e'tibor berish kerakki, mikrofoni bo'lishi kerak. Mana televizorning orqasida USB kiradigan yeri bor. Mana endi mana kameramizning switchasi yondi. Qidiruv tizimida mana Anvar Sanayev. Mana ishladi. Yana qaytadan izlash kerak bo'lsa, Jaloliddin Ahmadaliyev. Mana bir narsaga e'tibor beramiz. Mana qidiruv tizimiga kirgan vaqtda mana bu yoqda обязательно o'zbek tili bo'lishi kerak mana. Rus tilida gapirsangiz bu topib bera olmaydi.